Assalomu alaykum. Kanalimizni kuzatib borayotgan Hind kinosi muxlislari. Bugun sizlarga ajoyib bir aktyor haqida ma'lumotlar bermoqchimiz. Kamol Hassan Hind kinematografiyasi tarixidagi eng ajoyib, serqirra va mahoratli aktyorlardan biri bo'lib, uning darajasidagi ijodkorni Hind kinosi ko'p ko'rmagan desak ham bo'laveradi. U Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada va Hindi tillarida yaratilgan son sanoqsiz filmlarda o'ziga xos va bir-birini umuman takrorlamaydigan rollarni ijro etgan. Uning boy ijodiy merosi ko'plab nufuzli mukofotlar, jumladan bir nechta Filmfare va Milliy kino mukofotlari bilan taqdirlangan. Biroq Kamol Hassanning qiziqishlari va iqtidori oddiy aktyorlik mahoratidan ancha tashqariga chiqadi. U nafaqat aktyor, balki mohir ssenariynavis, so'z muallifi, xonanda, xoreograf va professional rejissyor hamdir. Tomoshabinlar u ishtirok etgan bir-biri uchun yaratilgan To'y albomidagi surat, Marvarid va ana shunday har xil aka-ukalar singari filmlarda juda qadrli va o'z vaqtida ijroda ulkan muvaffaqiyat qozongan rollarni ko'rishgan. Kamol Hassan 1954-yil 7-noyabrda Tamil Nadu shtatida dunyoga keldi. U ozodlik kurashchisi va muvaffaqiyatli huquqshunos Srinivas Hassanning keyingi farzandi edi. Qizig'i shundaki, uning otasi o'z vaqtida aktyor bo'lishni rosa orzu qilgan, biroq bu istagiga erisha olmagan edi. Ana shu sababli Srinivas uch o'g'lidan hech bo'lmaganda bittasi uning armonini ushaltirib, aktyor bo'lishini juda xohlar edi. Kamol katta ekrandagi faoliyatini bolaligidanoq boshladi. U Tamil kinosining afsonalari bo'lmish Shivaji Ganeshan, Savitri va Gemini Ganeshan kabi yulduzlar bilan birga hit filmlarda suratga tushdi. Ammo 9 yoshiga yetganda u suratga tushishni to'xtatdi va faoliyatida katta tanaffus qilib, bor e'tiborini o'qishga qaratdi. O'g'lining kelajakda yulduz sifatida ko'rishni orzu qilgan otasi Kamolni 9-sinfda o'qib yurganida maktabni tashlashga ko'ndirdi. Bu qarordan maqsad shu ediki, o'zini butunlay aktyorlik san'atiga bag'ishlasin. Aslida ta'lim olish nihoyatda muhim hisoblangan Hassanlar oilasi va ular mansub bo'lgan ijtimoiy muhit uchun bu aql bovar qilmaydigan qaror edi. Shunday bo'lsa-da, Kamol otasining maslahatiga kirib, raqs jamoasiga qo'shildi. U professional raqs san'atini mukammal o'rganish ishtiyoqida butun Hindiston bo'ylab sayohat qildi. Kamol o'z tanasini mukammal boshqara olardi va bir muddat hatto xoreograf bo'lib ham ishladi. Uni bu benuqson raqs mahoratiga To'y albomidagi surat filmini tomosha qilib ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Aktyorning shon-shuhrat cho'qqisiga boradigan yo'li ancha mashaqqatli kechdi. 1972-yilda u qahramon roli uchun imzo chekkan ikkita filmning biridan ketishga majbur bo'ldi. Hatto rejissyor Shridhar unga aktyorlikni yig'ishtirib, kamera ortida ishlashni maslahat berdi. Shunday og'ir damlarda rejissyor Balachandar unga yordam qo'lini cho'zdi va debyut spektakl filmiga taklif qildi. Kamol unda bosh qahramonning akasi rolini shunday mahorat bilan ijro qildi. Yosh aktyorda ilohiy uchqunni ko'rgan Balachandar uni darrov Men aytmoqchiman melodramasidagi yovuz qahramon roliga taklif qildi. 1975-yilda esa Nodir ohanglar filmidagi isyonkor yigit obrazi unga haqiqiy shon-shuhrat olib keldi. Yarim oy 3-kun keladi filmi va uning hindi tilidagi remeyki G'amgin hikoya Kamol Hassanga eng yaxshi erkak roli uchun birinchi milliy mukofotini olib keldi. Lekin aktyorning eng buyuk chiqishi va ikkinchi milliy mukofoti Mani Ratnamning Qahramon Nayakan filmida yuz berdi. Garchi film bambeylik mafiozi hayotiga asoslangan bo'lsa-da, Kamol o'z qahramonining har bir nozik qirrasini, xoh u shafqatsiz bo'lsin, xoh ezilganlar himoyachisi yoki mehribon oila boshlig'i mahorat bilan gavdalantirib bera oldi. 1981-yilda Kamol Hassan Bollivudda bir-biri uchun yaratilgan filmi bilan debyut qildi va bu loyiha kassa yig'imlari bo'yicha Amitabh Bachchanning Taqdir filmini ham ortda qoldirdi. Bu janubiy Hind aktyorining hindi tilidagi kinoda birinchi katta g'alabasi bo'ldi. Keyinchalik Bollivudda G'amgin hikoya, Hayot juda qisqa va Muhabbat dengizi kabi filmlarda suratga tushdi va oxirgisi uchun Filmfare mukofotini oldi. U har doim o'z rollarini murakkablashtirishga intildi.
Masalan, Michael Madan va Kamaraju filmida birdaniga 4 ta rolni ijro qildi. Ana shunday turli aka-ukalar filmida pakana odam rolini o'ynadi. 420-raqamli xola filmida enaga kampir rolini o'ynadi. 10 ta Avatar filmida esa birdaniga 10 xil qahramon obrazini yaratdi. Kamol Hasanning shaxsiy hayoti ham filmlari singari rang-barang bo'ldi. U aktrisa Shrividya bilan munosabatda bo'lgan edi. Raqqosa Vani Ganapati bilan 10 yil birga yashadi. Keyinchalik aktrisa Sarika bilan turmush qurib, 2 qiz farzandli bo'ldi. Ularni siz albatta tanisangiz kerak. Shruti va Akshara Hassan. Ular ham hozirda kino san'atida o'z o'rinlarini topishga harakat qilishmoqda. Sarika bilan ajrashgach, aktrisa Gautami bilan 12 yil birga yashadi Kamol Hasan. Biroq 2016-yilda ular ham ajralishdi. Kamol Hasanning Hindiston bo'ylab 15 mingdan ortiq fan klublari bor. E'tiborlisi, aktyorning iltimosiga ko'ra bu klublar shunchaki muxlislik qilmay, balki kambag'al va nochorlarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish bilan ham shug'ullanishadi. Aktyor 70 yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsa-da, 70 yoshdan oshgan bo'lsa-da, hamon Hindistonning eng kuchli va zamonaviy aktyori bo'lib qolmoqda. 2022-yilda u Vikram filmida suratga tushdi. Bu jangari film Kamol Hasanning katta ekranlarga zafarli qaytishi bo'ldi va kassada rekordlarni yangiladi. 2024-yilda esa u yana bir blokbasterda suratga tushib, asosiy salbiy qahramon Yaskin rolini ijro etdi. Uning tanib bo'lmas darajadagi o'zgarishi tomoshabinlarni lol qoldirdi. Hindistonlik 2 filmida u afsonaviy kurashchi Senapati rolini ijro qildi. Aziz kuzatuvchi, siz Kamol Hasan ishtirokidagi qaysi filmlarni ko'rgansiz? Sizga uning qaysi rollari manzur kelgan? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring.